Substitutions for Manchester United. Angliya Premyer Ligasining 9 klubini bu ishda avval ishlab ko'rmagan murabbiylar boshqaryapti. Ikkinchi jahon urushidan beri Angliyadagi hech bir mavsum bunaqa ko'p debyutant murabbiy ko'rmagan edi. Bitta turda 9 ta debyut, 3 ta g'alaba va 4 ta mag'lubiyat. Birinchi turning 3 ta o'yinida o'sha 9 ta murabbiyning ikkitasi o'zaro to'qnash keldi. Manchester City Bournemouthni mag'lubiyatga uchratdi. Chelsea esa Fulhamni. Liverpool va Newcastle o'yinida hayajonli durang qayd etildi. Manchester United boshqa yo'ldan bordi. Ular tashqaridan murabbiy olib kelmadi. Michael Carrick Qizil iblislarning avvalgi bosh murabbiyi Ruben Amorim ketganidan keyin bu lavozimni vaqtinchalik egallab turgan edi. Michael Carrickni endi ortiqcha tanishtirib o'tirishga hojat yo'q. U Old Traffordda futbolchi sifatida 5 marta chempion bo'lgan. Xo'p, murabbiy sifatidagi haqiqiy ishini olaylik. Middlesbroughni 21-o'rindan 4-pog'onagacha olib chiqqan Championshipda. Lekin bu gaplarning xalga nima qizig'i bor? Xalni hech narsa to'xtata olmadi. Yangi bo'ladimi, tanishmi, yulduzmi yoki afsona? Bularning hech biri hech narsani kafolatlamaydi. 9 klub yangi bosh murabbiyga tavakkal qildi. Faqat Manchester United avval tanigan murabbiyiga ishondi. Yangi bosh murabbiylarda 3 ta g'alaba, Unitedda esa 0.